Jodugarlar olamida sehrgarlar va la'natlar mavjud. Sehrgarlar la'natlarni yo'q qilish uchun la'nat energiyasidan foydalanishadi. Ularning orasida eng kuchlisi deb ataladigan biri ham bor. Reja asosida shunday inson tug'ildi. O'sha insonda bir tomchi ham la'nat energiyasi yo'q edi. Uni o'z qabilasida omadsiz deb bilishdi. Lekin keyinchalik qotillarning eng kuchlisiga aylandi. Hatto eng kuchli jodugarni ham deyarli o'ldirdi. Uning ismi Zenin Toji. Men dahoman, hamma yerda shunday deyishyapti. Zeninlar orasida ham bitta omadsiz bor emish. Qanaqa achinarli odam ekan o'zi. Juda ham achinarli holatda yurarkan.